Assalomu alaykum hammaga akalar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa biz mana stollarimiz tayyorlanyapti. Juda ham katta bir partiyada stollarimiz Qirg'izistonga inshaalloh sekin-sekin tayyorlanish jarayonida mana shpaklovkalar qilinib, moshniklar xudo xolasa zavodskoga o'xshab teshilgan. Ko'rsanglar o'zinglar. 3 tasiga granit qo'ydik, qolganlarimizni xudo xolasa granitlari mana bu yoqda tayyor. Bortlarimiz mana bu yoqda orasiga. Bortlarimizda mana ko'rsanglar polnisda yog'ochdan mana bortlar. Hech qanaqangi bir MDF ishlatilgan joyi yo'q. Polni yog'ochdan ishlatamiz. Hamma yog'ochlarimiz xudo xolasa yaxshi sifatli yog'ochlardan. İnşallah. Akalar bunimiz tayyor stolimiz. Bunimiz startga o'xshatib mana juda ham ajoyib dizaynni ishlaganmiz. Bunimizni bemalol zakaz qilsanglar, hamma yo'g'i tayyor, miramirlari, bortlari ichkarida. Akalar narxlarini doimda shu telefon raqam qoldiraman. Telefon raqamiga telefon qilsanglar, mana shu stollarimizdan xudo xolasa chiroyli qilib hammaga berayotgan narximizni qilib beramiz. Bizda haligi katta summa aytilib, keyin asta-asta tushmaydi. Bitta общий optim narxda xuddi shu stolimiz, xuddi shu byuskamiz qilib beramiz. Kimgaga dacha yoki qimmatroq stol olaman deganlar bu vipiskamiz bor. Bundan qilib beramiz inshaalloh. Bemalol hammanglar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Telefon raqam qoldirib qo'yaman. Agarda soat 9:10 bo'lib ketadigan bo'lsa, akalar Telegramdan yozsanglar, shunga Telegramim bor. Xudo xolasa javobini beraman aka.